Görüp öttünüz vatandaş. Reis Xi Jinping'in belge vədisini görüp öttünüz vatandaş. Bunu abstraktlaştırıp, yani umumlaştırıp, yer şari bazarını eçivitiş. Cungunun bazarını yer şarı eçivitiş. Yer şarı sodigele ve meblağ selişin teklif kılış. Bunu yığıştırıp nime depti? Tüzüm karakterlik özgürüş. Tüzüm karakterlik özgürüş yaki islahat işini eçivitiş bulduğun bolsa, bunun içinde siyaset özgürüşü, siyasi islahat yok mu? Bugün Çislağ 2022 yıl 11. ayının 5. günü vatandaş hem de vaziyet ve muhakeme değil. Siyasi islahat yok mu? Siyasi islahat bommusa, muşu bir vatka verdilerinin hemmisi kuruk gep. Ben şuna bağlayayım mı? Kuruk gep. Siz qarab durun. Hazır mətbuatlarını körüvatsız. Cungudu umum yüzlük. Ammiyo aşkanı kuruş hazır yezi kentlerde 50 mindən eşip oldu. Yakın kaçı bilmeymen. Tünügüllətin 50 mindən eşip oldu. Şehirlerde ammiyo aşkanı kuruş. Demek siz bu arkalık Cungu cemiyetinin seteveliş gücünü, Cungu cemiyetinin bazar buluş alaylıkını boğup taşlavatsız ya. Hazır meğer ne mi dediniz? İkincisiler bilisler. Alibaba şirketi Mahvat'ın Tencent şirketi andın kiyen yana birisi Jingdong şirketi. Cungu'daki 3 çoğun şirket bugün Xitayning siyaseti 1954 yıllık siyaset boyunca Gongshaying mesela umumi bilen xususiyla birleşip şirket başkuruş. Allaqachon ketip oldu vatandaş. Bugün Tencent şirketinin başlığı Mahvat'ın hazır maaş aladigan kadrga aylanıp oldu. Alibaba şirketinin başlığı başkurucu Mayun hazır maaş aladigan şirketçiga aylanıp oldu. Hoş. Hem de chet ellikni, garp dünyasını, bazarını eçivitemen. İki bazarını a'lalaştırımen. Devlet içindeki bazarını a'lalaştırımen. Devlet sırtındaki bazarını a'lalaştırımen. Hatta Cungu'nun bazarını chet el her kaysi elle halıklarıga nep aladigan, payda aladigan mahsulat qaylandırımen. Bazarını şulanın mahsulatı qaylandırımen. Bu qaltısı verdik o vatandaşa. Muşunun keyinde xatarligi vatandaşam, xatarligi Tibet bilen Uyg'uriston gep qilmasanlar, biz hammani sizlar deganimiz bo'yicha qilib birimiz degan gap yo'q-da. Vatandaşam, tunigan Germaniyaning vaziri Scholz Beijing kel 11 saat intayin sirliq. Sirliq degan vaqtda 11 saat ya to'xtamadim ya 2 ya 3 kun emas. 11 saat shundan qaraganda g'arb dunyosi elchi bo'lib keldingmi? Lekin ta'kidlagan 2 nuqtada biri Tayvan masalasini tinch yo'l bilan hal qilasan. İkincisi Uyg'uristonda Uyg'ur kishilik huquqi masalasi eg'izga oldi, rahmat. Lekin hal qilish bu to'g'rida tadbir, bu to'g'rida plan bormi yo'q? Buni biz bilmaymiz vatandaşım. Biz hazır Scholz Germaniyaning vaziri Beijingda Uyg'uriston masalasi qo'ydi deb xo'sh bo'lamiz xolos vatandaşım. Endi kelayli biz tunigan leksiyaning oxirini dedik. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar davlat mahkamasi Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinpingning Indoneziyada Bali'da ko'rishishi uchun yo'l mengayotidi, yo'l tuzlayotidi. Jungudu Wang Yi Amerikada tashqi diplomatlar shunday qilyotidi dedik. Oxiri nima dedik? Bir signal Jungu tarafdan kelishi kerak. Masalan, bevosita so'zlashadigan bir signal Jungu tarafdan kelishi kerakdir. Bugun Reis Xi Jinpingning so'zlagan nutqi xalqaro import ko'rgazmasiga tabrik yo'llab so'zlagan nutqi shu signalmidi vatandoshim? Agar mush Reis Xi Jinping qo'yib bergan signal bo'ladigan bo'lsa, yüz o'ltirib bevosita so'zlashadigan fursat 10 kundan keyin yetib keladi. Bali'da Indoneziya
Prezident Joe Biden Xi Jinping bilan ko'rishishi mumkinmi vatandosh? Hozir pul qaraydigan yillar ham, halqılık paytlar ham, hozir müşaki men şu leksiya sözleşki ötkende bir çıkıp koyup bergen, torbide koyup bergen 61 belgelik 5'i işkinesini tutup aldım keçirirler. Raketani hazır Avustralya'ya Amerika Qo'shma Shtatlar o'rinlashtirib bo'ldi deydi. Bu raketa yadroluk raketa o'rinlashtirdi dedi. Endi men müşahede üstüzümde sizler xulosa chiqaray vatandoshim. Xulosam nima bo'ladi desiniz vatandosh? Amerika xalqi mush 70 yillik Jungo Amerika munosabati yoki Iroq nayson 80 yillik Amerika Jungo munosabati yoki yaqindan aytsak 50 yil yaqin diplomatik munosabat o'rnatgandagi Jungo Amerika munosabati. Davlat majlisi pushaymon qildi vatandoshim. Biz seni bozorga elib kirsak, biz seni dünya savdo tashkilotiga elib kirsak, biz sana Amerika Devlet Meclisi savdoga e'tibor berish, normal savdoga e'tibor berish, siyosatin taqdim qilsak va Jungo boy bo'lsin, taraqqiy qilsin deb tamojni bedini $10 aladigan yerga $2 elib seni boy qilib mushu kunga elib kelsak, maqsadimiz birli edi. Jungo demokratiyalashsa, Jungo jamiyati mo'tadillashsa, Jungo jamiyati dunyoga tinch yo'l bilan muomala qiladigan har qanday ko'ranglik, har qanday millatchilik, har qanday nochilikni har kuni popiza qilmaydigan shunday bir muloyim demokratik davlat bo'lamiki degan edik. Yo'q, bo'lib chiqdi. Demak, Amerika Davlat Majlisining oq ko'ngli onun mehrivonligi deyli, axloq nuqtasida aytib, onun kuyimchanligi deyli, axloq nuqtasida aytib, Xitoyning oldida yo'qqa aylandi. Çünkü bu menzilge yetib kelolmadi. Yetib kelish niyatimi yo'q edi. Onun niyati va iqboli nima? Bütün dunyoga hukmronlik qilish. Çünkü bütün dunyoga hukmronlik qilish. Amerikani posh demaslik. Bütün demaslik bir yoq qayirib qo'yish. Amerikanın o'rniga dunyoga rahbarlik qilish, dunyoga hukmronlik qilish. Bugüngacha hozir sen signal berding, bevosita so'zlashga nutqni so'zlabsan, da'vat deb nima dedi? Bir yo'l bir balvoq siyosatini yaxshilaymiz dedi. Lekin bu yerdagi bir chaqiriq sizga bizga foydasiz bir chaqiriq tok yo'li savdosi ga hamkorlashib rayon ochimiz yoki hamkorlashib boshquradigan bir rayon quramiz. Qayerda bu? Uyg'uristonga. Uyg'uristonning tok kuchi va yo'llab bergan ichki Xitoyga yo'llab bergan tok kuchining qancha kilovat ekanligini radioda berdi-ku. Ko'rdinglar, angladinglar vatandosh. Hozir Uyg'uristonning paxtasi, Uyg'uristonning kristali energiya yasaydigan, quyosh energiyasi yasaydigan, Uyg'uristonning tok kuchi ko'mir zapisi, ko'mir kuchi, Uyg'uristonning tabiiy gazi demayli qo'yay. Adamның içi kuyudu demeyli qo'yay. Uyg'ur, sen yanchiqini tutib baqa. 10 tiyin pul bormi? $1 pul bormi? Ma zimin senin Allah bergen zimin. Ma tuproq senin Allah bergen tuproq. Sen bu zimindi o'zingning igilik huquqini tiklashing kerak. Sen bu ziminni 3 qatim mustaqillik jakarlab, xalqaro ko'shlarning o'zaro elish va diplomatik faoliyatlar orqali yo'qotilgan davlatlarni asliga keltirib, ma davlat mening deyishing kerak. Ey Uyg'ur. Bilanda moshundaq deyishing kerak vatandosh. Ma bugungilik siyimiz vatandosh. Ha, yana bor taqa janob.